Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar, yana bir klientimiz ishlarini yakuniga yetdik. Tower Plus materialdan eshik romlarini qilib berganmiz. Ko'rib turganinglardek romlarning ochilishini ikki tomonlama ochiladigan qilib berganmiz. Eshiklarning oynaklari orasiga shotlanka gullardan qo'yib berganmiz. Oynalar 2 qavat oynak. Bu tomoni verandalari panorama uslubida bo'lgan. Ko'rib turganinglarda juda ham chiroyli holatda montajlari bo'ldi. Eshiklarimiz ochilib yopilishlari juda ham zo'r, ham yumshoq. Rezinalari ham 5107 qalin rezinalardan qadab berganmiz. Ichkarida ko'rinishi, romlarimiz ochilishi ham juda ham oson, ham qulay. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu qilib bergan ishimiz 20 million so'mga bo'ldi. Bonusiga romlarga moskitli profil pashaga setka qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.